Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Vatandan yana bir musibat. Dünya Uyg'ur qurultiyining Uyg'ur haftalik faoliyati g'arblik oxirlashdi. Uyg'ur masalasi 2020-yillik Amerika prezidentlik saylovida hal qilinish temalarning biriga aylandi. Yaylatig'ida musulmon Türk dunyosining uchrashuvi o'tkazilmoqchi. Tövəli dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Uyg'urning eng suyumli kishilaridan biri, tiz bitmas diyorimiz Xotanning g'ururi. Asarlar bilan elning yig'isiga yig'lab kulkisi kulgan yozuvchi Nur Muhammad To'xti 2019-yil 6-oyning 2-kuni oilasiga o'lik holda topshirib berildi. Marhum yozuvchi vafot bo'lishidan 70 kun burun so'raydigan gap degan bahona bilan soqchixonaga ilib ketilgan. Ilib ketilgan kunida kasal qo'zg'alib qolgan. Ammo doktorning tekshirishiga navbat tegmay 70 kun saqlatilgan va 6-oyning 2-kuni jasadi berilgan. Jasad berilganda putlardagi kishan tex elib etilmagan. Marhumning lagerda yoki lagerdagilar qamalgan bir doktorxonada qazo topganligi yoki so'roqda qiynoqqa ilinib o'lib ketgani aniq emas. Ammo tutqun jarayonida o'lib ketgani aniq. Alloh marhum ustozning yotgan yerini jannat qilg'ay. Nur Muhammad To'xti 1949-yili 12-oyda Xotanning Tavakkul yezisi tug'ilgan. 1966-yili Xotan shahrida to'liq o'rta maktabni bitirgandan keyin bir mezgil dehqonchilik bilan shug'ullangan. 1973-yildan 1977-yilgacha atalmish Shinjan universitetining matematika fakultetida o'qigan. O'qish bitirgandan keyin ilgari keyin bo'lib Xotan pedagogika oliy texnikumida o'qituvchi, Xotan viloyatlik partikomda katib, Shinjan yozuvchilar jamiyatining kasbiy yozuvchisi bo'lib ishlagan. Garchi u kichikidan boshlab adabiyotga erisman bo'lsa-mu, lekin uning adabiy ijodiyati kechikib boshlangan. Biz uning keyingi mo'l o'zdeksiz tirishgan ijodiyat hayotiga nazar solgan chig'imizda uning ijodiyatining kechikib boshlanganligini qandaqdir keyin qilish emas, balki keyingi mo'l ijodiyat hayot uchun kuch, jug'lanma to'plash bosqichi ekanligini bayqaymiz. U hozirga qadar 5 parcha post, 50 necha parcha hikoya, bir nasrlar to'plami, 30 parchaga yaqin adabiy axborot, adabiy xotira, qissa va aslimlarni e'lon qilib, ro'shan xarakterlik personajlar obrazini yaratish, reallikni aks ettirishdagi o'zgachilik, o'qirmanlarni hayajonga solgan kayfiyat ta'sirot paydo qilish jihatlarida o'zgacha yo'l tutgan, bo'libmi til ishiltish, bayon san'atida o'ziga xos uslub shakllantiradigan ta'sir kuchi zo'r yozuvchilarning biri bo'lib qolgan. Yozuvchi Nur Muhammad To'xti 1984-yili Qashtasida e'lon qilingan Bo'ynoq haqida xotirlar nomli asar bilan adabiy ijodiyat sepiga qo'shilgandan tortib, u dunyodagi so'roq, 5 tup sagu terak, ajoyib kasbiy oila, oltin, Sexisan Anadaryo Yo'rinqosh qatorliq hikoyalari, Shoh Mashrab Xotanda, Qo'shtog'dagi mushoira, 6 kunlik podshoh qatorliq munavvar tarixiy hikoyalari, Omonat, Shahlo ko'z, Cho'l o'g'li, Qarlig'ash uv solgan ayvonda nomli posteri, Kulib ko'rganlar va ko'rib kulganlar nomli nasrlar to'plamini e'lon qilib, jamiyatda kuchlik inqos qo'zg'agan va o'zidagi adabiy jug'lanmani namoyon qilgan. O adabiy axborotlarda atrofimizdagi muhim ijtimoiy masalalar to'g'riliq uchur berib, xalqning ko'ngil bilishini qo'lga keltirib qolmay, yana siyosiy sohadagi, korxona sohasidagi, ijodiyat sohasidagi yo'lbosh shaxslar to'g'riliq yezib izlanayotgan, muvaffaqiyatga intilayotgan yoshlar o'z adabiy axborotidagi qahramonlar orqali ilhom va madad bergan. Amaliy turmushdagi nachar odatlarni nihoyat usluq bilan kishilarga to'nitgan. Jamiyatda bo'layotgan saxovatlik yaxshi ish, yaxshi faoliyatlarni kishilarga bildirib, ularning qalbini illatgan va ularning insonparvarlik ruhini o'rg'atgan. Bu musibatga qarata Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdulil Qarqash bayonot e'lon qilib, Xitoy kommunistlarining pardozlab atalgan atalmish tarbiyalash markazi amaliyotda fashist jazo lageridan boshqa narsa emas. Buni xalq suygan Nur Muhammad To'xtining fojialik o'limi yana bir qatim isbotlab turibdi. 70 yoshga kirgan bir bovayning shahid bo'lgandimi put qo'lida ko'ysa, nima degan dahshat ko'rinib turibdiki, Xitoy hokimiyati razil siyosatining badalini to'laydi. Pat fursatda halok bo'ladi dedi. Dünya Uyg'ur qurultiyi bosh bo'lib uyushtirgan Uyg'ur haftalik faoliyati ko'p taraflama tayyorlik va hamkorlikning yorqin namoyandasi sifatida 8-iyun umidlik tilaklar ichida oyoqlashdi. Uyg'urlar masalasi, lager masalasi xalqaroning zo'r darajada diqqatini qo'zg'agandan buyon faoliyat haftaligi Uyg'urlar masalasini yana bir qatim ko'plagan sohalarga eslatdi. Uyg'ur haftaligi Dünya Uyg'ur qurultiyining xalqarodagi har qaysi faoliyat so'rinlarida Uyg'ur davosini izchil davom ettirishdagi tirishchanligi to'liq muayyanlashtirilgan. Bo'libmi 2019-yillik demokratiya mukofotining Dünya Uyg'ur qurultiyiga taqdim qilinishi bu nuqtani yana bir qatim isbotladi. Dünya Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur haftalik faoliyatida Uyg'urlar duch kelayotgan kriz va uningga qarshi tadbirlar temasida maxsus 2 kunlik muhokama yig'inlashgan bo'lib, bu yig'inga Amerika va Yevropadan kelgan ko'plagan mutaxassislar va faoliyatchilar ishtirok qilgan bo'lib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishiga doir turli dalillar, her sohaning bu masalaga bo'lgan inkosi, ilm sohasining bu masalaga aralashishi va ularning o'ziga xos ravishda bu masalaga inkos qaytarishi, shuningdek bu masalalarni hal qilishning chora-tadbirlar qatorliq temalar bo'yicha ayrim-ayrim muhokama va suhbatlar o'tkazildi. George Washington universitetining professori, Uyg'urshunos Sean Roberts ilmiy sohaning
Hozir Uyg'urlar duch kelayotgan ijtimoiy krizisga inkas qaytarish masalasi to'g'riliq to'xtalib, ilm sohasidagilar normalda bu xildagi himoyachilik harakatlarga aralashib qolishni ancha xalab ketmaydi. Ammo hozir Uyg'urlar uchrayotgan krizis masalasi o'tirg'i chiqqandan keyin dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan olim mutaxassislarning hammasi bu ishga boshchilab kirishib ketdi. Uyg'urlar duch kelayotgan fojianing og'irligi buningdagi bir muhim sabab. Hozir tarixshunoslik, insonshunoslik, siyosat ilmi qatorliq sohalarning hammasida kishilar bas-basta bayonotlarni e'lon qilib, murojaatnomalarga imzo qo'yotdi. Bizning bu vaqtdagi bayonotimizga allaqachon 42 davlatdagi 716 nafar olim mutaxassis imzo qo'ydi. Hozir bu son kun sari ish mengyotdi. Bu ishlar navbatdagi dunyoda hammalik kishi ko'z tikayotgan insonparvarlik nuqtasidan olgandimi, bakli muhim masala bo'lg'achqa, bundaq ishlar haqida siyosiy mazmundagi bayonotlarni e'lon qilishdan o'zlarini ilib qochadigan ilm dunyosimi hozir bu ishga ovoz qo'shishning zarurligini tunib yetdi dedi. Bu qatimki Uyg'ur haftaligining muhim mazmuni bo'lgan Uyg'ur taomlari haqida so'z bo'lganda, Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchi, Uyg'ur harakati tashkilotining direktori Roshan Abbas Uyg'urlarga xos madaniyat, san'at va lazzatni o'zida mujassam qilgan Uyg'ur taomlari bu qatimki Uyg'ur haftaligida Uyg'ur va boshqa mehmonlarga huzur berish bilan birga Uyg'urning kimligi, ularning Xitoylardan qat'iy farqli bir xalq ekanligini jonliq aks ettirib berdi. Uyg'ur masalasi Amerikaning 2020-yillik prezidentlik saylovida Demokratlar partiyasining kuchli nomzodi, sobiq muavin prezident Jo Bayden bilan hozirgi prezident Cumhuriyetchilar partiyasining nomzodi Donald Trampning saylanishiga ta'sir ko'rsatadigan eng muhim omillarning biriga aylandi. Jo Baydenning o'tgan oyda Xitoy Amerikaga raqobatchi emas degan so'zi kuchli norozilik qo'zg'agan bo'lib, taratqular uning o'g'li Xatir Baydenning Xitoyning Uyg'urlarni kuzatish texnik shirkatiga mablag' sag'anligini oshkorlagandan keyin Cumhuriyetchilar va demokratchilar tomonidan o'rtaq kuchli tanqidga duch kelgan edi. Amalsiz qolgan Jo Bayden oldingi kuni Xitoyning Uyg'ur musulmonlarga qaratgan siyosatini tanqid qilaman deb so'zlagandan keyin Cumhuriyetchilarni yoqlaydigan fokus xabarlari "Sen bir yolg'onchi, muavin prezident bo'lgan vaqtingda Xitoyni qo'llovchi, o'g'ling Xitoy bilan hamkorlashib Uyg'urlarni bostirgan shirkatdan foydalanayotdi. Sen prezident bo'lishga naloyiq" dedi. Xabarning muhim yeridan biri shuki, riyosatchi Jo Baydenni Twitterda Xitoy Jo deb hashtag yasab, dunyoga sazoyi qilishni tashabbus qilyapti. Kuzatuvchilar Jo Baydenning Xitoyga bo'lgan ilgari pozitsiyasi va o'g'lining Uyg'urlarni nazorat qilgan shirkatga mablag' sag'anlik sababli 2020-yillik saylovda mag'lub bo'lganligini ta'kidlamoqda. Trumpning sobiq maslahatchisi Steve Bannon mundaq dedi: Demokratlar Xitoyga bo'lgan maydonni talto'kis o'zgartmaguncha saylovda utanmaydi. Uyg'ur masalasi Amerikaning eng yuqori amaldorlarining saylanishiga ta'sir ko'rsatgan muhim nuqtaga aylangan ekan. Hatayning Yayla Teg'in ayisida 6-7 iyul kunlari o'tkazilgan musulmon turk dunyosi uchrashuv faoliyati o'tkazildi ekan. Musulmon turk dunyosi munbirining boshlig'i Ismoil Yildirim bu vaqt yozma bayonot e'lon qilib, 2018-yil sentabr oyida Yayla Teg'ida o'tkazilgan ikkinchi qatimliq musulmon turk dunyosi uchrashuv faoliyatida minglarcha kishini kutib olganligini, faoliyat o'tkazilgan maydonning 11500 kvadrat metrdan 12500 kvadrat metrga cho'ngaytirilganligini, 19 davlatdan kelgan mehmonlarni kutib olganligini, faoliyatda turk madaniyatini aks ettirgan har xil san'at nomerlari, otqa minish mahoratlari, chelishish, o'qiya aytish, mahtaram nomerlari va har qaysi turk xalqlarining san'at nomerlari ko'rsatilganligini, faoliyatning birinchi kuni turk dunyosining g'azallari, ikkinchi kunida oshiq saboiy nomerlari ko'rsatilganligidan oldin ma'lumot bergan. O musulmon turk dunyosining bir yurak bo'lganligini eskartib, o'rtadagi rishtalarni texnik mustahkamlash uchun o'tkazilgan faoliyatga butkul turk dunyosini taklif qiladiganligini qayd qildi. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.